Mana shu ukamiz skuterchi yigit, mana shu joyga yozib qo'ygan ekan. Bizni oldimizga keldi, aka, bizni ham bir padeshka qilib yuborsalaringiz. Bizga hech qanaqa PR, tayyorgarchilik, hype kerak emas. Jiyanim taklif berib qoldi. Ukajon, mana shu videoni qo'yasiz bugun. Agar xudo xohlasa bir kun ichiga 100 ming like yig'sa bor-ku, bitta skuter, polni usti bosh kiyim mendan podarka. Ukajonim, mana shu video 200 ming like yig'sa, bitta mashin bizdan sovg'asiz. Meni postimga qo'yganimdan keyin uncha tortmaydi aka. Sizlarda aka postlaringizga qo'yib bera olmaysizlarmi aka? Mana aka sizga. Ko'rdingizmi aka? Mayli ukajon, siz aylansin. Bizga hech qanaqa hech narsa kerak emas. Mana shu qiynalib yurgan bolalar xursand bo'lsa bo'ldi bizga. Shunaqa aka. Post sizdan aylansin ukajonim. 24 soat vaqt ketdi. Xalqimiz mehribon. To'ppa-to'g'ri. Like, kommentni banglatib tashlaydilar. Xudo xolasa. Xudo xolasa aka. Ha, Xudo xolasa aka 100 ming, 200 ming emas aka, 300 ming xudo xolasa bo'ladi aka. inshaalloh. Sizlar aytganlaringizdan ham 100 ming ziyod bo'ladi xudo xolasa. Inshaalloh. Xalqimiz mehribon. Sizlardan pul mishsiz kerak emas. Shu bolaga bitta like bosib yuborsalar, padeshka qilsalar bo'ldi. Kommentdan ham bitta odam tanlaymiz-da uka. Aha. Mayli bitta skuter kommentdagilarga ham podarka qilib yuboramiz. Kim ko'p komment yozgan va ko'p like yiqqan kommentdagilarga bitta skuter. Skuter podarka. Bo'lsa, Bo'lsa, xalqqa bo'lsin. Bo'ldi, Ikkita aka. bo'lsin-da uka, bitta skuter nima Bitta mendan bo'libdi? akajon bo'ldi. Конечно. Jonlaring sog' bo'lsin. Mayli. Shu yigitni Rahmat aka, qo'llab sizlarga. quvvatlash o'zlaringga qoldi.